Allah'ını aklat yemek yeme deb to'saq, butunlay to'sib olsak bu bir xato. Bu shu to'rdoshlarga deydigan bir gapim. Yaqindan beri shu 12-13 yoshlik shu qizlarimizni ota-onalari meni yanimga kelib kasal ko'z ahvollari nisbatan ko'payib qoldi. Bularninki odatda ishtihosiz bo'lgan bo'lsa, kamqonlik kelib chiqqan bir yoki bo'lmasa bir uyqusizlik ahvolliklar kelib chiqqan bo'lsa, buni to'g'ri tushunishga bo'tdi. Hamda hozir nima ko'ryapti desak, dal shu 12-13 yoshlik, 14-15 yoshlik kichik qizlarimizda ayollar kasalligi ko'rilyapti. Hamda bu hargizmi qizimizningki bir yomon yo'lga kirib ketganligi yoki bo'lmasa bir axloqsiz ishlarni qilib qo'yganligidan kelgan ish emas. Bu ko'proq shu qizimiz kichik chig'idan boshlab 4-5 yoshdan boshlab ota-onalari bu shunga yig'isiga, bu shunga xafa qilishga bardosh bir planmay, muddatdan burun qo'llariga telefonni necha soat burun tutqizib qo'ygan. Bu shu elektr to'lqini sababidan bolalarninki o'sib bitilishiga, kichik qizlarimizning tuxumdan balyatga ta'sir yetkazdi. Ikkinchi birisi axlat yemeklerini ko'p iste'mol qildirish. Masalan, shu Nengo, Chombifen, tayyor cho'p, lampong, rang pizza, xogo qatorliq shunda tomoqlar, shu tiz taomlardan masalan hamburg bo'lkisi, to'xu pachiqi, to'xu qanoti, Italiya cho'pi deganga o'xshash. Elmasaqdan boshlab bizning Uyg'urlar oila tomoqlarimiz yo'q. O'sha tomoqlarninki badanda zo'r miqdorda qabul qilinish sababidan shu bolalarimizningki badani qabul qilolmay, shunga o'xshash kichik turib badanda hormonlarninki qalayma qilish sababidan qizlarimizda 8-9 yoshida odat ko'ryapti. Ondan 11-12 yoshida shundoq odat og'irtib ketgan, balyatqo tuxumdanda har xil nanjung shunda narsalar paydo bo'lishga qarab meng'yapti. Hem de bunu nokul halda bu küçük durup ayollar kiselek ulap kaptı deb ata-Allah bu baladın gumallanmayla aldı bile üzümüzün gumallanılı. Biz balamın ben kanda beqavat etme. Bu balamga fakat 3 vakit tamagını bir mektebi yoğusap koydum boldu degenlik emez. Bu balanınki en mühim mesele nimelerge uçuravatı. Hazır mesela adresi elektrik üsküllerden uçuruş nispesi mesela telefon bilen neç saat, televizyon bilen neç saat uçuruşuvatı. Onundan bilek yemek içmekte balam mesela axlat yemeklerden qanday yemeklerini köp iste'mol qilyapti. Uyning tomog'i necha? Bunda deb qo'ysak bu. Endi bolalarni axlat yemek yeme deb to'saq, butunlay to'sib olsak bu bir xato. Bolalarga ancha-muncha ushshaq-tushshaq narsalardan bir haftada bir qatim lampong, bir haftada bir qatim bir Italiya cho'pi bo'lamdi, Nengo bo'lamdi. Yeb qo'yganga odam badani chot kasallab ketmaydi. Bir yerde demek çoğunumuz bugün çüşte toxu paçıq yese, ertə çüşte tayyor çöp yese, ögünüsü çüşte qopap, Nengo, Chombifen degendek bilimini yese, qana bizning tamoqlarimiz içimizdeki lagman, polo, somyan, xo'shan degan tamoqlarimiz qana bolalarni yetgan vaqtda bo'lmasa, tabiiy holda bolalarda işte axlat yemeklerinin soni nisbatan ko'payib ketib, oila tamoqimizning ozib ketgan sababidan bu kichik qizlarimizda muddat burun yetilayotgan. Ondan nurg'unlagan shu ayollar kasalligi, shu balyatqida ko'rilayotgan, to'y qilib bo'lgandan keyin ko'rishga tegishli bo'lgan ba'zan kasalliklar hozir yosh o'smir qizlarimiz ko'ryapti. Shu ota-onlarninki farzandlarimizga bo'lgan shu qaratmalikni kuchaytirib, yemek içmekka alohida ahamiyat bersanglar, amal bu ailede tamak yeyishda. Hem de hazır mektepte tamak yeyapti desakmi, atdigan hem kechga nisbatan tamakning bir aile tamak yeyishga kapolatlik qilsanglar degan umidda. Rahmat. Men her kuni noche tibobat o'limini so'zlab o'tibman. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anjo qilib qo'yinglar. Yurak berib qo'yinglar. Fikr taklif qilsangiz, yozib qo'yinglar. Ko'rishlarmisa.